bitta kechirasiz qalam sotib olish uchun moliyada o'tirgan oldingi rahbar bir ma'naviyatsiz, ma'rifatsiz ruxsat so'rardi. Tag'i izdivatsiya qilib местный byudjetni перевыполнениясini ham 5% dan berishga o'zlari qo'l qo'yish kerak edilar. Bir janob bir valomat o'tirdi bizda bir iqtisodchi 20 yil. Undaqa ish bo'lmaydi endi. Ikkinchidan bironta pagon kiyganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi o'zining ishi bilan shug'ullanadi bundan bari. Bahoni men sizlarga prezident beradi. Shuni hamma bilish kerak. Yaxshi ishlaslaring ham, o'g'ri bo'lsalaring ham o'zim beraman. Ular menga advokat bo'lmasin. Shuning uchun biz hozir kadr yo'q. Shunday qilib hammani o'g'riga chiqardik, hammani to'g'rini ham o'g'ri qildik hammamiz. Bir so'm pul qolmagan. Bir so'mni ham bermagan. Astragorskiy, Mastragorskiy, Sastragorskiy, Gastragorskiy bir komanda bor. Faqat mendan qo'rqardi ular. Hozir hammasini aytib yubordim. Yana ikkita o'shlasi qolgan edi. Oldin ishlagan ham bir edi, ishlamagan ham bir edi. Nima desangiz, rayonda hokimi o'zini moliyachi bilan iqtisodchisi bilan u pul tushgan bilan unga tushmaydi-ku, Astrogorskga tushadi. Suv yo'q, gaz yo'q, больница yo'q, detsat yo'q, issiqlik yo'q. O'rtoq Yerniyazov o'tiribdi. Bu yil 90 milliard byudjetga pul qoladi. Kelgusi yil men ishonaman. Kecha men nimaga bordim? Qancha ishlar qilyapmiz? Eng kamida 300 milliard byudjet mahalliy byudjetga qoladi. 300 milliard. Meni hisob kitobim bor. Har bir viloyat agar shuni harakat qilsa, ana odamlarning dardi, ana odamlarning manfaati, ana hokimning obro'yi. Hokimning obro'yi kimning obro'yi? Davlatning obro'yi. Bitta pagon kiygandek emas.